Bugun Nyu-Yorkcha atmosferada o'zbekcha iftorlik qilamiz. Mansur aka. Hozir og'zimni ochib oling, keyin gaplashamiz. Og'iz ochar payt bo'lib qolganligi uchun ortiqcha suhbatlarga toqatim yo'q edi. Amerika atmosferasini beruvchi go'sht restoranida Ramazon menyusini yo'lga qo'yishibdi. Siz Ramazon menyusida ayni iftorlik bob taomlarni yeb ko'rsangiz bo'ladi. Og'iz ocharga suv, xurmo, qaymoq, non restoran tomonidan kompliment sifatida taqdim qilinadi. Menyuda ta'bga ko'ra go'shtli va ko'kli somsa hamda sirli pomidorli va ko'katli kutab issiq yegulligi bor ekan. Bundan tashqari asorti meze, ichida 3 xil mezesi bo'ladi. Do'lma hovlovchilar uchun tokli do'lma ham bor. Birinchi taomga ham assortiment katta. Mastava deysizmi, chuchvar assorti, akroshka, sho'rva. Og'iz ochgandan keyin issiq taom jabr boshqacha ketadi. Ikkinchisiga esa dum qozon olsangiz bo'ladi. Bu qaradumini o'zini selida qozonda qizartirib pishirib olib berishadi. Eng asosiysi bu menyudagi taomlarni siz xohlaganingizni buyurtma qilsangiz bo'ladi. Bu bir-biriga bog'liq set emas. Yana bir yangilik, bu yerda saharlik uchun osh ham yo'lga qo'yilibdi. Joylari chiroyli, nimqorong'i atmosfera, detskiy zonalari ham bor. Go'sht restorani ertalab 8 dan sahar 5 gacha ishlaydi. Shunda saharlik ham bo'lyapti. Shahar bo'yicha 4 ta filiali bor. Biz hozir Gidromet Centerdagi joyida bo'ldik.